Protek 20 badi tarkibida kurkuma, C vitamini, frantsuzskaya, primarskaya sosna, uzum danagining ekstraktlari bor. Protek 20 antioksidant hisoblanadi. Immunitetni maksimal darajada ko'tarib beradi. Protevirusning organizmdagi infeksiyalarni yo'q qiladi. Allergiyalarni yaxshilashga yordam beradi. Allergiyani ham turlari ko'p. Mavsumiy allergiya, gipoallergiya, pishvoy allergiya, xronический allergiya barchasini tuzatishga yordam beradi. Covid kasalligida va Coviddan keyin organizmni tiklashga ham yordam beradi. Bo'g'im, mushaklar, suyaklar og'riganda davolovchi va og'riq qoldiruvchi hisoblanadi. Markaziy nerv sistemasini himoya qiladi, yurak faoliyatini, pochka faoliyatini yaxshilab, jigar sirroziga davo bo'ladi. O'pkani tozalab beradi. Bundan tashqari hazm qilishni yengillashtirib beradi. Hattoki Protek 20 qonni tozalab beradi va qon aylanishini yaxshilaydi. Yuqori qon bosimini normada ushlashga va sahrli diabetni ham normada ushlashga yordam beradi. Xotirani tiklaydi, eslay olish qobiliyatini oshirib beradi. Aposmiya kasalligida, ya'ni hid bilish pasayganda ham davo bo'ladi.